Xo'p, demak mavzuyimiz nima ekan? Mavzuyimiz do'stlar bu dunyoda insonni qo'liga kiritadigan material ne'matlar, boylik deymizmi buni, pul, daromad deysizmi, nima deb nomlashidan qat'iy nazar, material boyliklar, ya'ni ne'matlarni qo'lga kiritishning asl demak sababi, yo'li desak bo'ladi. Bitta frazadan boshlayman va buni keyin yoritamiz siz bilan. Har bir inson o'z qilgan mehnati, o'z qilgan ishi uchun foyda oladi. Banalni eshitiladi. Oddiy bir juda ham oddiy eshitiladi. Buni boshqacha frazalarda aytsa bo'ladiki, sal kengaytirgan formatda inson qancha ko'p sondagi insoniyatga, odamlarga foyda keltirsa, u shuncha ko'p foyda oladi. Keling endi tushuntirib beraman. Qarang. Atrofimizda qanchadan qancha aqlli insonlar bor. O'qituvchilar, professorlar, akademiklar. Lekin ularga nazar solsangiz, mana shu aqlli insonlarga-da, akademiklarga, o'qituvchilarga-da agar nazar solsangiz, ularni aksariyati oddiy sharoitda yashashadi. Daromadlari unaqa katta emas, lekin rizqlari bo'lakcha da, lekin bir boy bo'lganini kam ko'ramiz. Juda ham kam holatlarda ko'ramiz. Nega bilasizmi? Bunga ikkita ключевой sabab bor. Birinchisi, juda ham ko'p mana shu olimlar, o'qituvchilar, faylasuflar deysizmi? Ular dunyo uchun kurashishmaydi. Ya'ni boylik uchun intilishmaydi. Bilasiz, Qur'onda Alloh taoloning va'dasi borda, inson intilgan narsasiga erishadi. Ular ya'ni boylikka intilishmaydi. Shuning uchun ham ular boy emas. Bu birinchi sabab, lekin buni o'zi emas sabab. Ikkinchi sababi ham bor. Ikkinchi sababi boy bo'lish uchun, ya'ni daromadingiz ko'p bo'lishi uchun siz ko'proq insonlarga foyda keltirishingiz kerak bo'ladi. Misol, atrofga nazar soling. Boy, muvaffaqiyatli insonlarni biz siz bilan havas qiladigan insonlarga boqing. Misol uchun, Apple'ning asoschisi Steve Jobs. Steve Jobs ismini o'zi bu bir muvaffaqiyatni insonni tasavvurida yaratadigan timsolga aylangan. Steve Jobs nima qildi? Oddiy bir garajda ishini boshlab, kichkina bir garajda ishini boshlab, ana shu paytlarda shunday vaqt keladi, insonlar men ishlab chiqarayotgan kompyuterlardan ommaviy ravishda foydalanadi. Har bitta xonadonga kompyuterlar kirib boradi deb turib vizualizatsiya qiladi. Buni ya'ni kelajakni tasavvur qiladi. Va mana bu tasavvuri amalga oshdi. Uni tasavvuri oshig'i bilan amalga oshdi desak bo'ladi. Ya'ni bugungi kunda har bitta xonadonga kompyuter kirib kela qolmay, har bitta insonni cho'ntagiga kompyuter kirib keldi. Ya'ni bu biz ishlatayotgan smartfonlar. Va e'tibor bering, bir vaqtni o'zida juda ham katta sondagi insonlarga o'zini mahsulotini taqdim qila oldi. O'zini mahsulotini sota oldi. Va o'shaning uchun ham shunday muvaffaqiyatni timsoliga aylandi. Mana shunday boy insonga aylandi. Bunaqa misolni oladigan bo'lsangiz, har qanday o'zingizning mahallangizdagi, o'zingizning shahringizdagi boylarni oling. Prosta kuzating. Nima qila oldi? Mana misol uchun o'zimizning boylarimizni olamiz. Siz taniysiz, Jahongir Ortiqxo'jayev. Hatto Toshkent shahrining hokimi ham bo'lib ishlashga ulgurdilar bu kishi.
Va bu kishini agar ko'rsangiz, qarang bizneslari: Artel, Akfa, Imzo, klinikalar, magazinlar, ishlab chiqarishlar, zavodlar. E'tibor bering, bir vaqtni o'zida qanchadan qancha insonlarga xizmat ko'rsatadigan, tovar sotadigan biznesga ega. Shuning uchun ham boy. Va hokazo. Prosta analiz qiling, ya'ni kimniki boy bo'lganini ko'rsangiz, demak bu inson, demak mana bu odam nima qildi? O'sha kompaniya, o'sha tashkilot bir vaqtning o'zida ko'plab insonlarga yo xizmat ko'rsatdi, yo tovar sotdi. Boshqacha varianti do'stlar yo'q. Agar hozir siz mana shu nuqtani tushunib olsangiz do'stlar, qolgan u yog'i shunaqangi yengil ketadiki, shunaqangi ajoyib tarzda, mo'jizaviy tarzda ketadiki, o'zingiz shunchaki shok bo'lasiz. Qanday qilib muvaffaqiyatli bo'lib qolganingizni, boy bo'lib qolganingizni o'zingiz hatto payqamay ham qolasiz. Agar hozir men sizga aytayotgan narsani yaxshilab bugun tushunib olsangiz. Shuning uchun buni hozir mag'zini maksimal darajada chaqishga harakat qiling do'stlar. Men sizga hozir buni maksimum tushuntirib berishga harakat qilaman, har xilcha misollar bilan. Va hatto oxirida sizga bir instrument ham beraman. Konkretno sizga bir yo'nalish ham ko'rsataman. Bundan foydalanishingiz uchun. Yana bir misol keltiraman. Mana kuni kecha kechqurun 12 gacha uxlamadim. Odatda o'zi erta uxlayman. Oxirgi kunlar endi tarovih namozi bo'lgani uchun kech uxlayapmiz. Kecha mana tarovihdan kelib soat 11 ni soat kutdim. Nimaga bilasizmi? Chunki kecha soat 11 da Samsung kompaniyasi taqdimot o'tkazdi. Onlayn ham jonli bo'ldi. Prosta wow bo'ldi. Keyin kirib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Xohlasangiz keyin ссылкасini yuboraman, onlayn zapisini bor. Ko'rsangiz bo'ladi, zapis qilib qo'yilgan. Bugun ko'rsam bo'lardi, lekin qiziqib shuni kecha uxlamasdan ko'rdim, uyqusirab keyin uxladim. Kam uxlaganman bugun. Nimaga ko'rdim? Chunki kecha Samsung yangi ikkita mahsulotini taqdimotini qildi. Samsung Galaxy S26 bilan Buds Store Pro va menga yana bir yoqqan tomoni taqdimotini oxiri bilasizmi nima bilan tugadi? Samsung ham xuddi biz singari tabiatga chiqindi chiqarmasligi uchun o'zini jihozlarini, o'zini ustroyство, hattoki zaryadkalarini ham plastmassalarini dengizda terib olinayotgan demak qayta ishlab chiqarilishga demak qayta ishlab chiqariladigan отходlardan, ya'ni chiqindilardan ishlab chiqaryapti ekan. Bu meni juda ham xursand qildi. Endilikda Samsung ham atrof muhitni, demak zararlanishini minimumlashtiradi, ya'ni tabiiy resurslardan foydalanmaydi, ya'ni kamroq foydalanadi va butun o'zini korobkasi bo'ladimi, plastiki bo'ladimi, telefoni bo'ladimi, hammasini dengizdan yig'ib olinayotgan chiqindilardan tayyorlayotgan ekan. Mana bu yangilik bo'ldi. Hali bunaqasi bo'lmagan edi. Bu ilk bor Samsung buni taqdimot qildi. Do'stlar, trend, eko trendi, eko g'oyasi mo'shni rivojlanib boryapti. Hattoki shunaqangi yirik korporatsiya, Samsung korporatsiyasi ham bu demak siyosatga o'tdi. Lekin bilasizmi, Samsung nimadan boshlangan? Samsung mana bu biz siz bilan ko'rib turgan korporatsiya Samsung nimadan boshlangan? Oddiy guruch sotish oldi sotishdan boshlangan. Agar sizga keyin qiziq bo'lsa, videosini yuboraman. Samsungning muvaffaqiyat tarixini ko'rasiz, juda ham qiziqarli. Вот. O'zbek tilida video ko'rib qoldim. Malatsi. Men rus tilida ko'rgan edim, lekin o'zbek tilida ham yaxshi chiqdi. Keyin yuboraman, ko'rasiz. Samsung birinchi marotaba guruch sotgan. Tasavvur qilyapsizmi? Guruch sotgan. Ya'ni Samsungning asoschisi boshida guruch sotishdan biznes boshlagan va kompaniyaning nomi koreyischasiga o'qiganda Samsung bo'lgan. Lekin inglizchaga agar uni rashifrovka qilinsa Samsung deb yozilgan.
lotin alifbosida agar yozilsa, shuning uchun Samsung bo'lib qolib ketgan. Aslida uni o'qilishi Samsung. Samsung. Вот. U emas, o bilan o'qiladi, Samsung. Короче, muhim emas nomi. Kстати, uni nomini eshitsangiz, kстати, вот, muhim emasmi? Muhim. Uni nomini eshitsangiz, katta narsa, yorqin narsa degan mazmunni bildirar ekan. Keyin videosini yuboraman, ko'rasiz tarixini. Keyin Samsungning asoschisi guruch oldi sottisidan qoniqmaydi-da, qariydi, cho'ta unga yoqmaydi, daromad kamlik qiladi unga va keyin u quritilgan baliq sabzavotlar sotishni boshlaydi. Baliqlarni, sabzavotlarni Yaponiyaga eksport qiladi. Avvaliga demak guruchni eksport qiladi Yaponiyaga. Asoschisi o'zi Yaponiyada o'qigan bo'ladi, Yaponiyaning universitetlaridan birida. Вот и mana shunday qilib keyin texnikaga, keyin televizor ishlab chiqarishga o'tadi. Bugungi kunda Samsung bilasiz, hattoki холодильник, hattoki tam barcha bытовой texnikani ishlab chiqaradi, в том числе telefon, kompyuter, planshet va hokazo. Meni mana deyarli hamma устройством Samsung yoki menda Lenovo. Mana notebookim bu Lenovo, даже mышкам Lenovo. Lekin planshet va telefonlarim Samsung. Samsungni juda ham yaxshi ko'raman. Nimaga bunday qildi Samsung? E'tibor bering. Ya'ni u barcha tarmoqni egallamoqchi bo'ldi. Ya'ni imkon qadar ko'proq insonlarga xizmat ko'rsatish g'oyasini ilgari surdi. Ya'ni imkon qadar ko'proq insonlarga tovar sotish g'oyasini ilgari surdi. Shuning uchun ham u dunyodagi eng gigant korporatsiyalardan biriga aylandi. Nimaga sizga men bu misollarni keltiryapman? Do'stlar, sizni qo'lingizda, siz bilan qo'limizda ajoyib instrument bor. Bu instrument sizni bizga qisqa vaqt ichida ko'proq insonlarga foyda keltirish, yordam berishni imkonini beradi. Mana bu model, mana bu konsepsiya uncha bizneslarda yo'q. Bu bilan nima demoqchiman? Bu bilan sizga aytmoqchimanki, sizga navbatdagi Samsung korporatsiyasini ochishni keragi yo'q. Yoki sizga navbatdagi Apple'ni ochishni keragi yo'q. Yoki Facebook'ni, yoki bilmayman Telegram, yoki Twitter, Instagram, YouTube'ni ochishni keragi yo'q. Navbatdagi Google'ga asos solishni keragi yo'q. Guruch olib sotishni ham, pul tikishni ham keragi yo'q sizga. Sizni qo'lingizda mo'shni, qudratli, o'ta qudratga ega bo'lgan, kuchli qudratga ega bo'lgan instrument turibdi. Bu instrumentning nomi Greenway Global. Greenway Global sizga qisqa vaqt ichida ko'proq insonlarga foyda keltirishga yo'l ochib beryapti. Sizni vazifangiz mana shu yo'lni prosta tak o'zingiz uchun kengaytirish. Bu pottok. Bu katta pul oqimini sizga yaratuvchi pottok. Mana bu pottokdan foydalanishingiz kerak. E'tibor bering, bu qanaqangi darajada sodda, oddiy ko'rinishda model qilingan. Avvalo, hammaga kerakli bo'lgan mahsulot mavjud. Bu mahsulotlarni sifati, eko g'oyasi, bugungi kunda trendoviy g'oya, juda ham foydali. Odamlar buni xohlaydimi, xohlamaydimi, baribir bu mahsulotni sotib oladi, bozordan, supermarketdan va hokazo. Ya'ni ehtiyoji bor hammani. Faqat endi sizu bizni vazifamiz o'ldim deganda 5 kishiga shu mahsulotni sotib olishi nima uchun kerakligini, nima uchun aynan shu mahsulotdan foydalanishi, ya'ni Greenway'dan mahsulot sotib olish kerakligi va aynan Greenway'da demak qo'shimcha yoki asosiy biznes manbai, daromad manbai sifatida ish yuritishi kerakligini tushuntirib berish 5 kishiga. Va bu 5 kishiga keyin yordam berish, to'bi o'zini ular 5 kishisini taklif qilsin. Bu yerda 25 kishi to'planadi. Bu 25 ta esa o'zini 5 tasini taklif qilganida 125 ta. Bu 125 ta o'zini 5 tasini taklif qilganda 625 ta.
625 ta o'zini beshtasini taklif qilganda уже 1,5 mingdan oshiq, 1,5 mingta o'zini beshtasidan taklif qilganda bu уже 7,5 mingdan oshiq, oldingilarni ham qo'shasiz. Bu 7,5 ming o'zini beshtasiga taklif qilganda уже ketdi. Bu yoqda katta raqamlar ishlaydi. Sizu bizni vazifamiz mana shu beshlikni ko'payishini ta'minlash. Ana o'shanda siz orqali juda katta kolичестводagi, katta raqamlardagi insonlar foyda olishni boshlaydi. Allergiyadan qutuladi, sog'lig'ini tiklaydi, oilasini asraydi, sog'lig'ini, go'zalligini, yoshligini, uyini toza saqlaydi. Ya'ni siz insonlarga foyda keltirasiz, как minimum mahsulotdan foydalanib, maksimum esa ular ham shaxs sifatida shakllanadilar, o'sadilar, как biznesmen, как business lady sifatida rivojlanadi, dunyo kengi qarashi o'zgaradi, insonlar sayohat qiladigan insonlar paydo bo'ladi, umralarga boradigan, avtomobillar oladigan, uylar sotib oladigan, hayotini yaxshi tomonga o'zgartiradigan insonlar paydo bo'ladi. Bu maksimum. Yanada maksimum oladigan bo'lsangiz, yoningizda buyuk shaxslar, muvaffaqiyatli liderlar paydo bo'ladi. Va mana bu potok sizga katta boylik olib keladi. Tushunyapsizmi? Bu qanday ajoyib. Bu qanday? Misol uchun elementarni, misol uchun Samsung mana bu naushnikni ishlab chiqarishi uchun yoki mana bu telefonni ishlab chiqarishi uchun necha yillar umrini sarfladi. Yoki mana bu planshetni, yoki mana bu kompyuter, elementarni, mana bu mishkani ishlab chiqarish uchun yillar davomida umrini sarfladi va bunga katta resurslar tikdi. Mutaxassislar yolladi. Bunga uzoq yillar vaqt sarfladi. Apple ham 70-yillarda boshlab 2011-yilga kelib, necha yil o'tibdi shunda? 70-yilda boshlagan bo'lsa 40 yil. 40 yil o'tib dunyodagi eng qimmat kompaniyaga aylandi. Do'stlar, sizga 40 yil kerak emas. Do'stlar, sizga 30 yil, 15 yil, 10 yil kerak emas. Sizga 1 yil, 2 yil, 3 yil, nari borsa 5 yil yetarli. Чтобы men aytayotgan hozirgi potokni yaratish uchun. Faqat bu uchun Greenway Global deb nomlangan instrumentdan to'g'ri foydalansangiz kifoya. Nima degani bu? Nima demoqchiman bu bilan? To'g'ri foydalansangiz deganimki, kimdir Greenway Globalda tijorat qilib yuribdi. Ya'ni kichik biznes qilyapti. Boshqacha qilib aytganda, o'zini o'zi shunchaki band qilib, mana men pul oqimini kvadrantini tushuntirib berganimda aytaman-ku, ya'ni o'zini o'zi band qilib turib, kichik biznes, ya'ni tadbirkorlik qilish. Da, пожалуйста, tadbirkorlik qilayotgan hozir hamkorlarimiz oyiga 50 million, 30 millionlab, hatto 100 millionlab topayotganlar bor. Lekin ular biznes qurishmayapti. Ular shunchaki tovar sotishyapti. Bu bilan men tovar sotishmasin demoqchi emasman. Lekin men mana shu insonlarga aytmoqchiman. Tovar sota turib, tadbirkorlik qila turib, pul oqimining kvadrantidagi biznes kvadratida ham bo'ling. Ya'ni biznes ham qiling. Biznes yuriting. Ya'ni komanda quring va komandangizda sistema quring. Чтобы bu komandangiz ko'paysin, rivojlansin. Чтобы men hozirga aytayotgan potok sizda paydo bo'lishi uchun. Sababi, siz bugun tovar sotdingiz, mana shu fevral oyidamiz hozir siz bilan, mana fevral oyida siz tovar sotdingiz, va qancha tovar sotsangiz, shundan sizga daromad keladi. Ertaga mart oyi keldi, deylik biron bir safarga ketdingiz, misol uchun. Tovar sotmadingiz, chunki bandsiz, safar bilan yo'ldasiz. Pul kelmaydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni qachon siz ishlasangiz, qachon siz harakat qilsangiz, sizga pul keladi. Agarda siz biznes qilsangiz-chi,
Demak, men boyagi sizga aytgan, mana bu jamoa quriladi, komanda quriladi-da, va bu komanda siz bormisiz, yo'qmisiz, ishlayapsizmi, ishlamayapsizmi, ular ishlashda davom etadi. Va bu orqali siz ko'proq insonlarga foyda keltirasiz. Ko'proq insonlarga tovar sota olasiz, ko'proq insonlarga yordam bera olasiz. Va bu sizga boylik keltiradi. Shuning uchun do'stlar, men biznes qiling deyman. Shuning uchun men sizga biznes yuriting deyman. Xohlang uni ham, buni ham qiling. Xohlang faqat biznes qiling. Lekin faqat tadbirkor bo'lib, faqat sotish bilan qolib ketmang. Chunki sotish bugun mana shu oyda sizni qozoningizni qaynatadi xolos. Shuning uchun biznes g'oyasini o'ylang. Mana nima nazarda tutyapman. Buni biz sizga doimiy tarzda o'rgatib boramiz. Biz bu haqda muvaffaqiyatli start treningdan boshlaymiz o'rgatishni. Xudo xolasa impuls treningida muvaffaqiyatli start treningi boshlanadi do'stlar. Bo'lib o'tamiz sizlar bilan bu treningni. Vot. Xullas, nima demoqchiman? Ya'ni Greenway Global instrumentini bu oltin bir quyma deb olsak, bu oltin quymani olib mix qoqib o'tirmang. Undan san'at asari yarating. Undan boylik yarating. Undan go'zal taqinchoqlar, go'zal san'at asarlarini, qimmatbaho narsalarni ishlab chiqaring. Mana nima demoqchiman, majoziy ma'noda aytganda. Tushundingizmi? O'shandan mana bir misol, mana hozir endi sizga hozir ya'ni boylikni demak yo'li qayerda ekanligini ayta turib, mana bu misollardan keyin endi keling biznesimizdan sizga hozir instrument beray. Siz esa bu instrumentdan maksimum foydalaning. Kelishdik? Xo'p, instrument quyidagicha. Biz kompaniyani Greenway Global'ning sistemasidan tashqari biz do'stlar o'zimiz komanda uchun sistema qurganmiz. Bu sistema Xudoga shukr ishlab turibdi. Hozir buni sifatini yanada oshirib boryapmiz. Xudo xolasa bu eng zo'r darajaga keladi inshaalloh. Xudo xolasa navbatdagi dollar va millionerlarni yaratadi. Men o'tgan safargi qurgan sistemamda dollar va millionerlar tug'ilgan, minglab insonlar salomatligini tiklab, boylik orttirgan, sayohatlar qilgan, avtobonuslar olgan. Bu safar esa bular 100,000 baravarga Xudo xolasa ko'payadi. Biz ana shuni yo'lidamiz hozir. Tak вот, mana bu sistemamizni bir ajralmas bir qismi bor. Bu sistemamizni ichidagi eng muhim bir qadamlardan biri bu biz o'tkazadigan jonli tadbirlar. Har hafta bu Open Day Product Day tadbiri. Albatta bu tadbirlarda qatnashishingiz shart. Agar Open Day Product Day'ni o'tkazib yubordingizmi, demak biling siz doimiy emassiz va demak siz men sizga boyaga aytgan boylikka da'vogar bo'la olmaysiz. Buni esingizda tuting. Demak Open Day Product Day va undan tashqari bir oyda bir marta biz o'tkazayotgan rasmiy taqdimot treninglarimiz va unga hozir biz qo'shdik, endi qo'shimcha sayohat, ko'ngilochar tadbirlar ham qo'shdik. Mana Xudo xolasa bu oy inshaalloh mart oyida haqras Ramazon tugagandan keyin Navro'z bayrami, Hayit bayramini o'tkazib olib sizlar bilan 28-mart kuni Toshkentda navbatdagi rasmiy taqdimotimizni o'tkazamiz. Bu safar rasmiy taqdimotimizdan so'ng trening bo'lmaydi. Sababi rasmiy taqdimotimizdan chiqib sizlar bilan biz Sumalak patiga, demak tabiat qo'yniga, go'zal bir manzaraga siz bilan yo'l olamiz va u yerda bizni sizlar bilan katta qozonlar, go'zal tabiat, soy, tog', yangi o'sayotgan o't-o'lanlar, toza havo, xush kayfiyat, u yerda kamonbozlik, har xil o'yinlar bizni siz bilan kutadi. Mazza qilib u yerda oila a'zolarimiz bilan, bolalarimiz bilan mazza qilib o'ynab, kulib, sumalak kovlab, raqslarga tushib, arqon tortishlar o'ynab, kamonlar otib, sizlar bilan u yerda qo'shiqlar aytib, yoda har xil o'yinlar o'ynab,
kechasi bilan qozon qaynatib chiqamizda va sizlar bilan u yerda birgalikda mafiya o'ynaymiz. Xudo xolasa, Farg'ona tong otguncha bo'ladi inshaalloh. Vot. Bunga men sizga garantiya beraman, bu sizning hayotingizda inshaalloh eng esda qoladigan sumalak bazmi bayrami sifatida esda qoladi inshaalloh. Buni nomini xohlang sumalak party deng, xohlang sumalak festivali deng. Qanday nomlashingizdan qat'iy nazar men sizga va'da beraman do'stlar, bunaqa bayram, bunaqa nima deydi, Navro'zni, bunaqa bahorni xush kayfiyati butun umrga esingizda qoladi va boshqa bunaqasi bundan zo'ri bo'lar balkim kelajakda, lekin aynan mana shu hech qachon takrorlanmaydi. Buni men sizga va'da beraman. Tak вот. Men hozir mana bu biz sumalak festivaliga harakat qilyapmiz. Har bitta yangi hamkormi shu sumalak festivalidan foydalanishgan. Bu uchun biz demak rasmiy taqdimotga hozir mana taklifnomalarni chiqaryapmiz. Xudo xolasa ertaga qo'lingizda bo'ladi inshaalloh. Faqat bu uchun demak sponsoringizga pulni o'tkazib qo'ying. Вот. Va bizda aytgandek, уже komandamizda уже 2 kishi sumalak bazmini taklifnomasini уже qo'lga kiritdi. Mutlaqo bepulga. Вот. Hozir mana shu 2 kishiga taklifnomani birinchi va ikkinchisini sovg'a qilib, qolganlarini esa shartni bajarganlarga demak taqdim qilamiz inshaalloh. Shartni to'liq bajarganlardan keyin. Demak, do'stlar, 28-mart kuni bo'ladigan rasmiy taqdimotimizni maksimum hozir taqdimotimizdan maksimum siz hozir foydalanishingiz kerak. Bu siz bilan bizning instrumentimiz. Hattoki mana bu bo'ladigan sumalak festivali ham bu bizning siz bilan instrumentimiz do'stlar. Endi qarang, e'tibor bering. Men sizga hozir bir va'da berdim, instrument ko'rsataman, beraman dedim, чтобы siz komanda qurishingiz uchun, biznes qilishingiz uchun dedi. To'g'rimi? Mana sizga oddiy bir formula ko'rsataman. Oddiy bir strategiya. Siz bu strategiyadan foydalansangiz, все yutasiz. 100% yutasiz. Strategiya quyidagicha. Hozir sizni vazifangiz kamida men sizga aytaman 5 ta, imkoningiz bo'lsa 10 ta taklifnoma oling rasmiy taqdimotga. Aytgandek, rasmiy taqdimotning taklifnomasi hozir mana bugun xudo xolasa 26-fevral. Demak, o'zingizga yozib qo'ying do'stlar, 26, 27, 28-fevral va 1-mart kunlari e'tibor bering, 4 kun bo'lyapti. Bugun mana целый kun, to'liq kun va 27 to'liq kun, 28 to'liq kun va 1-to'liq kun. Jami 4 kun bo'lyapti bugun bilan. 4 kun vaqt hozir aksiya narxida, skidka narxida sotib oling. Demak, rasmiy taqdimotimizni taklifnomasi skidkali narxi do'stlar 35 ming so'm. Sotib oling bu skidka narxida 35 ming so'mga va taqdimotga maksimum o'zingizning takliflaringiz bilan keling. Bular shunchaki taklif bo'lmas, qarang. Hozir ularga taklifnomani soting va aytingki, bu rasmiy taqdimot va Toshkentga boramiz, demak, birgalikda tadbirda qatnashamiz va tadbirni tasvirlab bering. U yerda nimalar bo'lishini, kimlar to'planishini, nima ma'lumotlar olishini, kimlar bilan tanishishini va hokazo tasvirlab bering. Faqat tasvirlash orqali faqatgina taklifnomani sota olasiz do'stlar. Lekin narxini ularga o'zini narxida soting. Ya'ni taklifnomada nech pul narx yozilgan bo'lsa, bu yerda 250 ming adashmasam, 250 ming so'mdan soting, 35 ming so'mdan bermang. Qachonki shu hamkorlaringiz ertaga hamkor bo'lganlardan keyin ularga keyin tushuntirasiz. Qarang do'stim, opa, uka, singil va hokazo. Siz hamkor bo'lmagan paytingizda siz taklifnomani o'zini narxida oldingiz. Lekin men buni skidka narxida olganman. Ertaga siz ham endi skidka narxida olasiz va o'zini narxida sotasiz deb turib ko'rsatma berasiz.
Bu qoida do'stlar. Bu qoidaga amal qilgan yutadi. Kimki amal qilmasdan 35 mingga olganman, mayli 35 mingga sotay desa, men sizga aytay do'stlar, xafa bo'lmang. Bunaqa qilyapsiz, hamma shuni qilyapti. Yutkazdingiz. 35 ming so'mdan sotdingizmi, do'stlar, bo'ldi, siz yutqizdingiz. Biling, o'sha yutqizdingiz hozirda o'zida. Bu xatoni qilmang. Endi, demak, o'zi narxida soting va bu insonlarni keyin hamkor qiling. Hamkor bo'lsa bo'ldi. Agar hamkor bo'lmasa, mehmon sifatida taqdimotga keladi. Va keyin sizni sumalakka kuzatib oladi. Agarda hamkor bo'lsa, вообще zo'r. Qarang, hamkor bo'ladigan bo'lsa nima qilasiz? Endi unga ham taklifnoma olib berasiz 35 mingdan. Va u ham sizga o'xshab sotadi taklifnomani. Demak, o'zining narxida 250 mingdan va ortida qoladigan puldan o'ziga foyda oladi. Buni men treningini o'tib berganman. Nima uchun taklifnoma sotishimiz sabablarini va u yerdagi taklifnoma sotishlarimizni sabablaridan biri bu hamkorni moliyaviy ta'minlab turish, hamkorga moliyaviy ko'mak maqsadida sotiladi. Ichki narxda hamkorga, mehmonga tashqi narxda. Endi qarang. Bu hamkoringiz sotib olsin 10 taklifnoma, u ham o'zini takliflariga 250 mingdan sotsinda va plus 300 PV qilib, u ham sumalak patini bepulga qo'lga kiritsin. Mana shu tarzda agar hamkoringiz birinchi qadamni bajarsa, u demak sumalak patiga bepulga boradi va mahsulotli bo'lib qoladi o'sha 300 PV lik mahsuloti. Va ozgina daromad ham oladi, 500-600 ming so'm. Agarda ikkinchi qadamni bajaradigan bo'lsa, unda hamkori 3 taga ko'payadi. Daromadi 2 milliongacha yetadi. Sumalak o'sha bepulga qoldi, mahsulot yonida qoldi. Ajoyib. Sponsor demak 2 kvalifikatsiyasiga, ya'ni sponsor 1 kvalifikatsiyasiga erishadi. Agarda 3-chi qadamga yetib boradigan bo'lsa, bu hamkoringiz bunga ulguradi. Xudo xolasa, sumalak patigacha bemalol. Demak, sumalak patiga kelganida bu hamkoringiz lider, kamida lider kvalifikatsiyasida, agar yana ozgina qo'shimcha harakat qiladigan bo'lsa, lider pro kvalifikatsiyasida keladi tadbirga va uning daromadi do'stlar 15 milliondan oshadi. Tasavvur qilyapsizmi? Вообще шикарный. Вообще шикарный. Ham 15 million daromad, ham lider kvalifikatsiya, ham sumalak pati, ham mahsulot, ham komanda. Men hozir sizga aytib bergan mana bu potok unda boshlandi. Mana bu do'stlar biznes strategiyasi. Aynan mana bu biznes g'oyasi. Do'stlar, insonlarga faqat mahsulot haqida gapirishni bas qiling. Bizni vazifamiz insonlarga faqat mahsulot haqida gapirish emas. Bu mahsulotlarning ortida qanday g'oya borligi, qanaqa biznes borligi va bu biznes imkoniyatlarini ularga berish, yoritish. Mana bu bizni asosiy vazifamiz. Hozir esa men sizga bergan mana bu strategiya bu aynan biznes qilaman deganlar strategiyasi. Mana bugun xudo xolasa bilib olamiz. Kim tadbirkorlik qilib yurmoqchi, shunchaki mahsulot sotib, qarsak chalib, kim esa biznes qilmoqchi, mana hozir hammasi ayon bo'ladi. O'rtoq liderlar, prosta kuzating. Agar hamkoringiz hozir quloq solib, taklifnoma olib, men aytayotgan strategiyadan foydalanadigan bo'lsa, bu hamkorga bor kuchingizni, bor g'ayratingizni sarflang, o'rtoq liderlar, o'rtoq sponsorlar. Hozir men barcha komandasida xo'j bitta hamkori bo'lsa ham, hamkori bor hamkorimiz, ya'ni sponsor hamkorlarga murojaat qilib aytyapman. Agar sizni hamkoringiz men aytayotgan hozirgi vazifani bajardimi, bu hamkoringizga bor kuchingiz bilan yordam bering. Bor vaqtingizni sarflang, imkon qadar. Agarda foydalanmadimi, to unda
pожалуйста, foydalanmasin, tadbirkorlik qilsin. Biz muhokama qilmaymiz. Lekin boshqa bir insonni qidiring. Boshqa bir insonni yuribdi hozir yana navbatdagi Shohjahonlar, navbatdagi top liderlar yuribdi hozir. Ularni hozir olib kelib, Greenway Global'ni mahsulotini, biznes imkoniyatini, kompaniyani tanishtirib turib, bu yerdagi instrumentlarni tanitib, ularga bu g'oyani bering. Ya'ni harakatdan to'xtamang. Prosta hamkoringizni kuzating. U tadbirkorlik qilyaptimi shunchaki yoki biznes qilmoqchimi? Biznes qiladiganiga maksimum vaqt ajrating, biznes qilmaydiganiga yordam bering. Mana shu sistemada bo'lsin, pожалуйста, birgalikda ishlang, lekin ularga ko'p vaqtingizni sarflamang, ko'p energiyangizni sarflamang do'stlar. Keyingisiga o'ting. Chunki yuribdi hozir navbatdagi top liderlar, navbatdagi o'zingizga o'xshagan, o'sha menga o'xshagan liderlar hozir yuribdi. Nima ish qilsam ekan? Bu oylik yetmayapti o'lgur, yoki mana bu ishimdan daromad menga yetmayapti o'lgur. Qanday qilib men boy bo'lsam ekan? Qanday qilib men dunyo kezsam ekan? Qanday qilsam tezroq mashina olaman? Qanday qilsam maza qilib nima deydi, o'zimga, yaqinlarimga sharoit qilaman deganlar vo minglab, millionlab yuribdi qidirib. Ularga borib biz taklif qilishimiz kerak, ularga bu imkoniyatni tanishtirishimiz kerak do'stlar. O'sha uchun vaqtimizni mana nimaga sarflashimiz kerak. Tushunyapsizmi o'rtoq sponsorlar, o'rtoq liderlar? Men sizga hozir mana konkretni mana sizga hozir filtr berdim. Mana hozir auditoriyamizda 50 tacha inson o'tiribdi. Hozir mana shu yerning o'zida filtrdan o'tadi. Bilib olasiz, kimga qanaqa munosabat qilish kerakligini. Kelishdik? O'ylaymanki, hamma meni tushundi. Mana men sizga konkretni mana yo'nalish ham berdim. O'ylaymanki, bundan endi maksimum foydalanasiz, o'rtoq liderlar. Barcha hamkorlaringizdan taklifnomalarni, hozir pullarini yig'ing va Sumalak Partiyani qatnashchilarini davaychi ko'paytirishda davom etamiz. Bugun do'stlar sizlarga afishalar chiqadi. Bu afishalarni tarqating va davaychi maksimum hozirgi men sizga aytgan demak texnika bo'yicha ishni boshlang. Qamchini uring. Qarab kutib o'tirmang. Lallayib, ming'illab, nolib, undan bundan shikoyat qilib, o'zini muvaffaqiyatsizligida undan bunda aybdor qilib o'tirganlarga qarab o'tirmang. Keyingisiga o'tingda shu taklif qilib keting. Keyingisiga o'tib keting. Kelishdik? Chunki bizni vazifamiz katta komanda qurish, katta potokni quritish. Chunki biz qisqa vaqt ichida imkon qadar ko'proq odamga foyda keltiradigan ish qilishimiz kerak. Ming'illab yurganlar bilan, faqat o'ziga taklifnoma olib turib, hech kimni taklif qilmasdan ishlamaydiganlar bilan, yana bilmayman yana qanaqa toifalar bor, har xillari bor. Ming'illab yurganlari bor, prosta faqat o'zi kelib yuradiganlari bor. O'zi kelmasada u bu kunni olib kelib turib, bo'lmayapti deb turib, yana nolayotganlar bor. Har xil toifadagilar bor. Men bilmayman sizlar komandangizda qanaqa toifalar bor. Ular bilan sporlashmang, ularni urishmang, ularni xafa qilmang. U ham hamkorimiz. Пожалуйста, mana sistema foydalansin, mana mahsulot foydalansin. Пожалуйста, imkoni qadar ishlasin. Lekin ular bilan ko'p o'ralashib, vijillashib qolib ketmang. Maylimi? Bizni katta buyuk komandani a'zolari kutyapti. Lekin ular hali o'zi bilmaydi Greenway Global'ning imkoniyati haqida. Biz ularni taklif qilishimiz kerak, ularni olib kelishimiz kerak, ular bilan biz ishlashimiz kerak. Hozir mana men sizga instrument berdim, yo'nalish berdim. Davaychi bundan maksimum foydalanamiz va mana shuni doirasida qanday savollaringiz, fikrlaringiz bo'lsa, do'stlar, Impuls guruhiga yozing, men o'zim shaxsan javob beraman. Va keyin unutmang, Klientskiy chat, mijozlar guruhi strategiyasidan maksimum foydalaning. Men boyaga aytgan mana bu strategiyada bu sizga juda qo'l keladi. Как раз klientlar ham bu yerda bo'ladi, boyaga komandani qurishda ham juda ham zo'r qo'l keladi. Shuning uchun mijozlar guruhini tezroq faollashtiring va barchangizga muvaffaqiyat tilayman. Do'stlar, agar bugun sizning kayfiyatingiz yo'q bo'lsa,
Agar siz bugun tushkun ahvolda bo'lsangiz, unda men sizga shunday deyman. Tushkun ahvolda bo'lmang. Chunki tushkun ahvolda yurgan, ming'illab nolib yurgan odamni hech kim bilan ishi yo'q. Tushundingiz? Hayot qonuni shunday. Boshqacha qilib qo'pol qilib aytganda, siz nolib yurgan bo'lsangiz agar, siz xafa bo'lib yurgan bo'lsangiz, o'zingizga qiyin qilasiz, o'zingizga og'ir qilasiz. Boshqa hech kimga buni qizig'i yo'q. Boshqa hech kim bunga kuymaydi, achinmaydi, точно. Nari borsa, "Voy yo'g'e, shunaqami?" deb qo'yishadi bo'ldi. Keyin unutishadi sizning muammongizni. Так что sizning muammongiz bilan hech kimning ishi yo'q. Shuning uchun kuling, kayfiyatingizni ko'taring, o'zingizni ko'taring va qamchini bosing. Zavq oling bu hayotda. Muvaffaqiyatga erishing. Noliganlarni eshitmang, noliganlarni prosta orqada qoldirib keting, bor, meni vaqtimni sarflama dengda, yo'lingizga davom eting. Chunki bizni bunga hozir vaqtimiz yo'q. Vaqt shirillab o'tib ketyapti. Mana qarang, o'sha bir haftasi o'tib ketdi ro'zani, Ramazon oyini. Qarang. Yana bir hafta o'tadi, keyin yana bir oy o'tib ketadi. Qarabsizki, biz sumalakka olib o'tirgan bo'lamiz. Siz esa o'tirgan bo'lasiz. Bugun sumalakda bo'lardim, agar bunday qilganimda qilmadim deb. Ana shunday afsuslanishdan qo'rqing. Ana shunday afsus holatda o'tirishdan qo'rqing. Hali orangizda shunaqa odamlar bo'ladi. Dunyoni ishi deb, dunyoga berilib ketdik, oxiratni ham o'ylaylik deb turib uyda o'tirib olib, faqat tasbih sanab, faqat roza tutib uxlaydigan odamlar hali chiqadi orangizda. Balki o'zi chiqqandir. Men sizga aytay. Bu bilan, faqat ibodat bilan, faqat namoz bilan ish bitmaydi. Buyuk shaxs Bahodir Naqshband aytganlar: Dilbayoru dastbakor. Qalbing Allohda bo'lsin, qo'ling mehnatda bo'lsin. Tushundingiz? Ibodatni qiling, ro'zani qiling, zikrni qiling. Lekin otga o'xshab choping keyin. Tushundingizmi? Dilbayoru dastbakor. Barchangizga tafakkur tilayman, barchangizga aql xushli bo'lishni tilayman va muvaffaqiyatli bo'lishni tilayman. Do'stlar, kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar qattiq gapirib qo'ygan bo'lsam, Alloh uchun kechiring. Barchangizni yaxshi ko'raman. Men sizni muvaffaqiyatli bo'lishingizni xohlayman. Har biringizni yaxshi ko'raman, lekin biling, muvaffaqiyatingizni sizdan-da ko'proq yaxshi ko'raman. Chunki men bilaman, agar siz muvaffaqiyatli bo'lsangiz, agar siz pul topsangiz, agar siz hayotingiz ijobiy tomonga o'zgarsa, meni siz yanada ko'proq yaxshi ko'rasiz. O'shanda men sizni yanada ko'proq yaxshi ko'raman. Shuning uchun muvaffaqiyatingizni ko'proq yaxshi ko'raman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.